بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله تعالى قرآن كريم دا مرحمة خلدك استعيذ بالله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadid surasining 20-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Bilinglar, dunyo hayoti o'yin kulgu, ko'ngil ermagi hamda zeb zinatdan, o'zaro faxrlanishdan, mol mulkni va bola chaqani ko'paytirishdan iboratdir. Xuddi o'simligi dehqonlarni ajablantirgan, ularga yoqqan yomg'irga o'xshaydi. Keyinroq bu o'simliklar quriydi va sarg'ayganini ko'rasan. So'ngra u xas-cho'pga aylanib ketadi. Oxiratda esa qattiq azob, Allohdan mag'firat va rozilik bor. Bu dunyo hayoti aldoqchi bir matohdan o'zga narsa emas dedi Alloh taolo. Ushbu oyatda Alloh taolo bizlarni, mu'minlarni dunyoga bo'lgan nazarimizni, dunyoga bo'lgan munosabatimizni qanday bo'lishi kerak ekanligini tushuntirib beryapti. Eng avvalo aytayaptiki, i'lamu, bilinglar deyapti. I'lamu, har birimiz, har bir mu'min musulmon buni bilishi kerak. Mana shuni bilmasligimizdan qanchadan qancha muammolar, qanchadan qancha tushunmovchiliklar bilan hayotimizni o'tkazib yuboramiz. Mana shu birgina haqiqatni to'g'ri anglamaganimizdan bo'ladi. Bu hayot o'yin, kulgu va ko'ngil ermagi. Ya'ni insonlarni holati mana shuni ko'rsatadi. Alloh taolo istashligi emas bu yerda. Balki insonlarni hayotiga qarasangiz, hayotda o'yin kulgu qilib, zinat, yasanish, tusanish, o'zaro maqtanchoqlik deb Alloh taolo bu dunyoni sifatlayapti. İnsonlarga qarasangiz bir-biri bilan maqtanadi. Qarasangiz hali u o'yinga tushgan, hali bu o'yinga borgan, futbolga borgan. Bu insonlarning tabiati shunday ekan. Keyin bir-biri bilan maqtanishga o'tadi, musobaqalashishga o'tadi. Dunyo matohlarida kimni puli ko'p, kimni boyligi ko'p, kimni uyi katta, kimni tomi baland, kimni mashinasi yaxshiroq, kimda nechta va hokazo ishlar bilan inson zoti bir-biri bilan maqtanishga o'tadi. Bu insonning tabiatidir. Va takathurun fil amwali wal awlad. Yana bu dunyo nima desa, mol dunyoni ko'paytirish va bola chaqani ko'paytirishdir. Va Alloh taolo bu mana shu ishlarni, bu dunyoni haqiqatini aytayaptiki, kamathali g'aysin, u xuddiki bir yomg'irga o'xshaydi. A'jabal kuffar nabatuhu. Dehqonlar uning o'simliklaridan ajablanadilar. Ya'ni xuddiki bir yomg'ir yog'adi, mana shu yomg'ir bilan yerdan bir narsa o'sib chiqadi, o'simlik o'sib chiqadi. Dehqonlar buni ekkan, bunga parvarish qilayotganlarga maşalloh xursand bo'ladi, yoqib ketadi. Ko'm-ko'k bo'lib, chiroyli bo'lib, o'zidan mevalar yoki boshqa hosillarni berib, dehqonlarni ko'zini quvnatadi. Summa yahij, keyin esa u quriydi. Fatarahu musfarra, sen uni sarg'ayganini ko'rasan dedi Alloh taolo. Summa yakunu hutama, keyin esa bir xas-cho'pga aylanadi, quruq xas-cho'pga aylanadi. Alloh taolo bizga mana shu bu dunyoyimizni shu bir o'simlikka o'xshatyapti. Inson tug'iladi, chaqaloq bo'ladi, katta bo'ladi, bola bo'ladi, yigit bo'ladi, o'smir bo'ladi, kuchga to'ladi.
mana shu vaqtlarda bir yam-yashil, bir gullagan bir holati bo'ladi. Keyin yoshi bir 40-50 atrofiga chiqqanda sekin sarg'ayishni boshlaydi inson. Kuch ketishni boshlaydi. Oson deb bilgan narsalari, bundan avval bemalol qilib yurgan ishlarini qila olmay qolishni boshlaydi sekin-sekin, salomatlik ketadi. Keyin undan keyin sarg'ayib quruq cho'pga aylanadi. Xuddi misoli. Alloh taolo bizlarga buni misol keltiryapti. Quruq cho'pga aylanib bir ojiz qari holatga keladi. O'zini zo'rg'a ko'tarib yuradigan, bir ishni qila olmaydigan holatga kelib qoladi. Bu inson zotini hayoti mana shunday. Alloh taolo bizlarga hayotimizni mana shu tarzda qilib bergan. Bu bilan Alloh taolo bizlarga nima demoqchi bu oyatda? Bilinglarki dunyo hayoti mana shu bir o'simlikka o'xshaydi. Ko'karadi, chiroyli bo'ladi, baquvvat bo'ladi, sarg'ayadi, oxiri quruq cho'pga aylanib, keyin has cho'plar nima bo'ladi odatda? Ular maydalanib, burdalanib, yo'q bo'lib ketadi. Bizni hammamizni holatimiz mana shunday. Bu juda qisqa hayot, bu o'ta qisqa hayotda yashayapmiz. Alloh taolo buni aytayaptiki, bilinglar deyapti. Biz yashaymizki, xuddi hech qachon o'lmaydigandek, bu dunyo abadiy davom etadigandek harakat qilamiz. Yuqoridagi ishlarni bajaramiz. Maqtanamiz, o'yin-kulgu qilamiz, ko'nglimizda ovutadigan, ermak qiladigan narsalarni istaymiz. Do'st-yorlar bilan, tanishlar bilan musobaqalashishni boshlaymiz. Hamkasblar o'rtasida musobaqalash ketadi. Qanaqa mashina olding? O, bunaqami? Anda bunaqa. Nima qilyapsan? Qancha topding? Va nechta bola bo'ldi? Qancha bo'ldi? Nima bo'ldi? Mana shunday bo'lib hayot o'tib ketadi. Bu yuqoridagi hayot mo'minni ham kofirni ham o'z ichiga oladi. Lekin mo'minning holati undan yuqoriroq bo'ladi. Demak, mana shu qisqa hayot yashab tugagandan keyin Alloh taolo bizlarga oxiratni eslatyaptiki, bu hayot qisqa, oxiratda va fil axirati azabun shadidun va mag'firatun minallohi va ridwan. Oxiratda esa qattiq azob bordir. Hamda Allohning mag'firati va uning roziligi bordir, deyapti Alloh taolo. Oxiratda ikkita yo'l bor. Yoki Allohning azobi yoki Allohning roziligi. Yoki Allohning azobi yoki Allohning mag'firati. Mana shu ikki yo'l bor. Bu dunyo hammada yuqoridagidek o'tadi. Ko'karadi, yosh bo'ladi, baquvvat bo'ladi, qariydi, o'ladi, yer tagiga kiradi. Har bir insonni bu chetlab o'tmaydi, hech bir insonni. Natija nima? Yoki Allohning roziligi yoki Allohning azobi. Va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunyo hayoti, ya'ni eng past hayot, bu faqatgina aldoqchi bir narsa deydi Alloh taolo. Buni biz bilishimiz, buni his qilishimiz va shunga ko'ra amal qilishimiz kerak bo'ladi. Endi mo'min kishi nima qilish kerak? Xo'p, hayot shunday ekan, bildik, nima qilaylik endi? Tashaylikmi hammasini desa, yo'q. Sabiqu ila mag'firatin min robbikum. Keyingi oyatda Alloh taolo aytadi. Robbingizdan bo'lgan mag'firatga shoshilinglar, musobaqalashinglar deydi Alloh taolo. Mana biz aslida nima masalada musobaqalashishimiz kerak? Sabiqu ila mag'firatin min robbikum va jannah. Robbingiz tomonidan bo'lgan mag'firatga va jannat tomon shoshilinglar, musobaqalashinglar deydi Alloh taolo. Birodarlar, biz bu dunyoni abadiy hayotimiz, haqiqiy hayotimiz deb o'ylab qolishimizdan Alloh taolo bizlarni ogohlantiryapti. Bilinglar deyapti. To'g'ri yondashinglar deyapti Alloh taolo. Bilgandan keyin inson o'shanga qarab amal qiladi. Bilgandan keyin o'shanga yarasha harakat qiladi. Arzisa harakat qiladi, arzimasa tark qiladi. Oxiratda borganda Allohning mag'firatiga erishish uchun Alloh taolo aytayaptiki, shoshilinglar. Shunchaki yuringlar, bir qadam tashab qo'yib 10 ta dunyoga qadam tashlaylar demayapti. Shoshilinglar deyapti. Harakatimiz, shoshilishimiz Alloh taoloning mag'firatiga bo'lishi kerak. Va jannah, hamda jannat tomon bo'lishi kerak. Qilayotgan amalimiz jannatga loyiq bo'ladigan, munosib bo'ladigan amallar bilan harakat qilishimiz kerak. Allohning ibodatini eng avvalo joyida bajarishimiz kerak. Vaqtida bajarishimiz kerak. Qazo qilib, kechiktirib,
emas, balki vaqtida Alloh taolo farz qilgan vaqtda darhol bajarishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi amallarni qilishimiz kerak. Mo'min musulmonlarga yordam berishimiz kerak. Ota-onani hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ota-onaga yaxshilik qilish kerak. Kichiklarga izzat qilish kerak. Mo'min holatda yashash kerak. Musobaqalashishimiz kerak bir-birimiz bilan. Mana shu yerda o'tirgan odam, har bir odam bilingki, sizni raqobatdoshingiz bir ma'noda. Ertaga jannatga borganda mana shu yerda bitta safda o'tirgan insonlar jannatdagi darajalari turli xil bo'ladi. Kimdir yuqorida, kimdir pastda bo'ladi. Chunki musobaqa ketyapti bu yerda. Musobaqaga borgan insonlarni ko'ramiz, jonu jahdini berib musobaqada muvaffaqiyat qozonishga, g'alaba qozonishga harakat qiladi. Biz mana shu dunyoda hozir musobaqadamiz. Har bir mana shu yerdagilar bir-biri bilan musobaqada, tashqaridagilar bilan musobaqadamiz. Hamma bilan. Kim ko'proq amal qiladi, kim ko'proq yaxshilik qiladi, mana shu ertaga Allohning huzurida shunga qarab o'lchanadi. Alloh taolo bizni qalbimizga qaraydi. Niyatimizga, amallarimizga qaraydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh sizlarni mollaringizga va suratlaringizga, ko'rinishlaringizga qaramaydi dedilar. Lekin sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi dedilar. Demak, biz qalbimizni isloh qilib, bilib, Alloh taolo i'lamu dedi, bilinglar dedi. Mana shu narsalarni, haqiqatlarni bilib, shunga munosib amal qilishimiz bizdan talab qilinadi. Ertaga toki Allohning huzuriga borganimizda biz bilan birga yurganlar dunyoda, biz bilan birga bo'lganlar oxiratda eng yuqori balandlarda bo'lsa-da, biz chekkada qolib ketsak, bir past joyda qolib ketsak, alam qiladi insonga. Bir musobaqada qatnashgan bo'lsangiz, o'zingiz tasavvur qiling, qancha harakat qilasiz, mehnat qilasiz, tirishasiz, oxirida yutqizib qo'yadigan bo'lsangiz, attang deysiz. Ozgina yetmabdi, ozgina o'xshamabdi deysiz. Mayli, bu dunyodagi imtihon o'tib ketadi, lekin oxiratda borganimizda uni endi ortga qaytarib bo'lmaydi. Sadaqa qilishimiz kerak, Allohning yo'lida ihson qilishimiz kerak. Toki bir-birimiz bilan musobaqada g'olib bo'laylik. Alloh taolo aytadiki: "Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut." Biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq qilinglar dedi. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sizlarning biringizga o'lim kelishidan avval infoq qilinglar dedi. Fayaqul. O'lim kelgandan keyin inson nima deydi? Fayaqul: "Robbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ey Robbim, meni ozgina bir joyga, yana ozgina bir vaqt kechiktirsangchi. Fa as-saddaq, men sadaqa qilardim. Va akum minas solihin, sadaqa qilib solihlardan bo'lardim. Ozgina kechiktir, ozgina vaqt ber. Yo'q. Endi walan yuakhirallohu nafsan idza jaa ajaluha. Biron jonning ajali kelsa, uning muddati tugaydigan bo'lsa, Alloh hargiz uni kechga qoldirmas. Unga muhlat bermas. Alloh taolo muhlat bermasdan avval biz tirikligimizda, nafas olib turganimizda yaxshi amallarda bir-birimiz bilan musobaqa qilib qolaylik. Alloh taolo aytayapti, sabiqu deyapti, shoshilinglar, musobaqa qilinglar deyapti. Boshqa bir oyatda wasari'u deydi, wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan, kengligi osmon va yer bilan bir xil bo'lgan, yerchalik bo'lgan jannatga shoshilinglar, Allohning mag'firatiga shoshilinglar dedi Alloh taolo. Bizni hayotimizni mazmuni mana shu. Birodarlar, buni aytamiz, ko'p eshitganmiz, bilamiz. Lekin biling, mana shu haqiqatni bilmagan insonlar hayoti davomida harakatini qiladi, yashaydi, kuchi bor vaqtida tirishadi-da, oxiri hayotini oxirga kelganda bir o'ylab qaraydi. Nima uchun shuncha harakat qildim? Qayerga ketyapman? Allohga iymon keltirmagan, oxiratga iymon keltirmaganlarning holi nima kechadi bilasizmi? Nadomat qiladi. Endi nima deydi? Shuncha yashadim, shuncha tirishdim, mehnat qildim, ter to'kdim, kasal bo'ldim, tuzaldim, qiynaldim, yaxshi kunlarni ko'rdim. Endi-chi deydi. Endi bo'mbo'shlik ular uchun hayolida. Bo'mbo'shlik, hech narsa yo'q. Shuncha qilgani o'tdi. Yeganini yedi, yashaganini yashadi, tamom.
Lekin biz musulmonlarchi, bizlarni oxirat kutmoqda. Hammani oxirat kutmoqda. Lekin biz shuni bilamiz, ishonamiz. Mana shu bilishimiz va mana shu ishonishimiz biling bu juda katta ne'mat. Allohga iymon, oxiratga iymon bu hech narsaga almashib bo'lmaydigan, hech narsaga teng kelmaydigan ne'mat. Bu ne'matni qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ne'matni yo'qotganlardan so'rang. Ular bilan bir suhbatlashing. Ertaga nima qilasan? Keyin nima qilasan? O'lganingdan keyin nima qilasan? Deng, o'zingiz uni haqiqatini ko'rasiz. Alhamdulillah deysiz. Alloh o'zingga shukrlar bo'lsin. Meni to'g'ri yo'lga boshlaganingga deysiz. Alloh taolo va jannatin arduha as-samawati wal ard dedi. Kengligi osmonlar va yerdek bo'lgan jannatga shoshilinglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis rivoyat qiladilar. Ibn Jarir Tabari rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Jannatda birgina xifchinni o'rni dunyo va undagi barcha narsadan afzaldir dedilar. Bir cho'p xifchin, mana bu qo'ylarni haydaydigan bir cho'pcha, tayoqcha. Jannatdagi mana shu birgina cho'pning joyi dunyodan va undagi barcha narsadan yaxshidir dedilar. Birgina joy. Birgina bir qarachi bir yelka keladigan, 1 metr keladigan joyni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyo va undagi hamma narsadan, hamma ne'matlardan yaxshi deyaptilar. Mawdi'u sawtin fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Boshqa bir hadisning rivoyati davomida aytadilarki, iqra'u wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunyo hayoti faqatgina aldoqchi bir narsadir degan oyatni o'qinglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak bu aldoqchi narsa ekan bu. Bolaga so'rg'ich beriladi. Ichidan hech narsa chiqmaydi. Lekin bola bir narsa yeyapman deb turib, ichyapman deb turib o'shani so'rib yotaveradi. Aslida nima u desa, so'rg'ich bu aldoqchi narsa. Shu hayoli shu bir narsa yeyapman deb uvinib tursin, aldanib tursin. Ozginadan keyin olib qo'ysangiz hech narsa, qorin ham to'ymaydi, hech narsa bo'lmaydi. Mana shunaqa bu dunyoyimiz bizni xuddi shu bolani og'zidagi so'rg'ichga o'xshagan aldoqchi narsa bu. Bu mazasi chiqyapti deb o'ylaymiz, lekin mazasi yo'q aslida buni. Bu mazasi jannat bilan tenglashtiraman desangiz mazasi yo'q. Hech narsa chiqmaydi bu yerdan. Ozgina mana aytdik oyatda. Ozgina yashaymiz, o'lib ketamiz. Tugaydi bu bilan. Bu hozirgi qilayotgan mazalarimiz Allohning huzuriga borganda jannatda agar solishtiradigan bo'lsak, o'sha so'rg'ichdek gap. Shuning uchun biz inson, mo'min kishi shularni bilgandan keyin haligi so'rg'ichga harakat qiladimi yoki ne'matga harakat qiladimi? Bir haqiqiy taomga, haqiqiy bir ne'matga harakat qiladimi? Aqli bor bo'lgan inson yo to'xtab so'rg'ichni ol, menga kerak emas deydi. Menga anuni ber deydi. Anu ne'matni ber, sutni ber menga deydi. Nima qilaman bu so'rg'ichni? Aldoqchi narsa-ku bu deydi. Bizning holatimiz shunaqa bo'lishi kerak. Bu bilan dunyodan voz kechish degani emas, balki dunyo bilan oxiratning o'rtasini to'g'ri taqsimlay olishimiz kerak. To'g'ri munosabat qila olishimiz kerak. Dunyoni deb turib, ertayu kech ishlab, oylab ishlab, namozlarni o'tkazib, ro'zalarni tutmasdan, jumalarga kelmasdan o'tkazib yorishimiz mana bu haligi so'rg'ichi ber, ko'proq ber, yana bitta ber degandek holatda o'tirgan bo'lamiz-da. Afsus. Hali haqiqiysi endi keladi, biz shu bilan aldanib yurgan bo'lamiz. Alloh asrasin. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Va mal hayatud dunya." Dunyo hayoti deyapti. Bitta narsa emas. Sizni o'rab turgan hamma narsa, sizdagi bor hamma narsa, bu dunyo butun hamma sizniki bo'lsin, shunda ham u haligi aldoqchi narsa. Sizni aldab qo'yish mumkin. Asosiy narsadan aldab qo'yish mumkin. Asosiy ne'matdan, asosiy jannatdan, asosiy hayotdan aldab qo'yish mumkin. Shuning uchun birodarlar, buni hoziroq nafas olib turganimizda, ko'zimiz ko'rib turgan vaqtda, qalbimiz, yuragimiz urib turgan vaqtda bu narsani tushunib, anglab Allohning huzuriga borishga tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak. Harakatni mana shunga yo'naltirishimiz kerak. Qanday qilsam Allohning mag'firatiga erishaman, qanday qilsam Allohning roziligiga erishaman, mana shunga e'tiborimizni qaratib, butun kuch-quvvatimizni shunga e'tiborimizni sarflashimiz kerak. Ana o'shanda Alloh taoloning huzuriga borganimizda bu musobaqada yutib chiqqan saodatli
bandalardan bo'lamiz. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday baxtlilardan qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ey Robbimiz, Alloh pok Parvardigor, bizlarni o'zing to'g'ri yo'lingga boshlagin. Bu dunyo hayotidan Alloh to'g'ri foydalanib, o'zingni roziliging yo'lida foydalanib to'g'ri yashashni Alloh o'zing nasib etgin ey Robbimiz. Ey Robbimiz, Alloh pok Parvardigor, o'zing bizlarni adashtirib qo'ymagin. Bu dunyo bilan aldanib qolib, oxiratdan voz kechib, oxiratni zoyi qilib qo'yishimizdan Alloh o'zing asragin. To hayolimiz joyida ekan, aqlimiz joyida ekan, yuragimiz urib turgan ekan, yashab turgan ekanmiz, seni ibodating bilan, itoating bilan, senga tavba tazarru bilan hayotimizni to'g'ri o'tkazishlikni o'zing nasib etgin ya Rob. O'zingni huzuringga borganimizda ya Rob, o'zing mag'firating bilan, o'zing roziliging bilan bizlarni siylagin ya Rob. Kengligi osmon va yerlardan katta bo'lgan jannatlaring bilan Alloh bizlarni mukofotlagin ya Rob. O'zing rahmatingdan, o'zing mag'firatingdan umidvormiz. Ey Robbimiz, Alloh pok Parvardigor, bizlarga haqiqatni haq qilib ko'rsatgin, botil narsalarni botil qilib ko'rsatgin ya Rob. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.